Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet aholiga 12, 13, 14 mart kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13 va 15 mart kunlari kechasi harorat 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 7-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida ba'zi joylarga tuman tushadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13 dan 15 mart kunlarigacha kechasi harorat 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 12 mart kuni kechasi harorat 0-3 daraja sovuq, kunduz kunlari 4-7 daraja iliq bo'ladi. 13 martdan 15 mart kunlarigacha kechasi harorat 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13 martdan 15 mart kunlarigacha kechasi harorat 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 12 mart kuni ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. 12 mart kuni harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 13 martdan 15 mart kunlarigacha kechasi harorat 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12 mart kuni kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduz kunlari 3 daraja sovuq bo'ladi. 13 va 15 mart kunlari kechasi harorat 0-5 darajagacha, kunduz kunlari esa 3-8 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.